Akalar, pult oldingizda mashinani biron joy uzoq joyga ketyapsiz, mashinani tashlab ketyapsiz. Qo'rqyapsiz kimdir boshqarib haydashdan, yoki pul tashlab ketishdan, yoki uxlayotganingizda bolalaringiz yoki kimdir haydashdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, mana rul ishlab turibdi, to'g'rimi? Mana. Qaranglar. Mana bu ikkita knopkani 15 sekund bosib turamiz. Bosib turamiz hozir. Boshqa hech qaysi knopkani bosmayman, tormoz bosmayman. Bo'ldi. Mana rul qotdi. Signal chalinmaydi. Mashinangizni hech kim haydab keta olmaydi. Keyingi safar ham xuddi shunaqa. Mana kalt oldingizda bo'ladigan bo'lsa, mashinangizni haydab bo'lmaydi. Kalt bo'lsa ham mana skorost olsangiz ham yurmaydi. Mana gazni bossam ham yurmayapti. Yana shu knopkani bosib turasizlar, chiqadi. Mana shu xavfsizlik rejimdan. Bu siz mashina yo'q paytingiz hech kim haydab keta olmaydi mashinani. Kalti bo'lsa ham. Agar uxlayotganingizda kimdir olib haydayotgan bo'lsa, mana bitta o'chirib yoqamiz. Biz mana rul ishladi. Bemalol ishlatib ko'ringlar, faqat mana shu ikkita knopka. Like bosinglar, mana shunaqa layfhaklarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. BYD Ilyos.